1, 2, 3. 300 dollarga aka-ukalar ko'rib turgan 500 raqamlaring arziydimi? Nima deb o'ylaysizlar? Ko'p gapirmayman. Buni isboti bilan ko'rsatishim kerak. Operator yaqinlashtiring. UQB bukvadagi 500 raqami 3 million 825 ming so'm tek ko'rsatsanasiga hal bo'lgan. Aka-ukalar bu raqamni kimga qatga yutib berganligimiz haqida ma'lumot beramiz. Mana sertifikatlari. Avazxon akam Qo'qondan kelishibdi. Mana shu sertifikatni taqdim qilamiz va kompaniyamiz tarafidan har doimgidek tashakkurnomamiz, ya'ni rahmatnomamiz bor har bitta mijozimiz uchun. Mana shunaqangi paketlarda endi brendimiz tushirgan daftar ruchkalarimiz bor. Undan tashqari kichkina bo'lsa e'tibor qaratganmiz mijozlarga yana alohida podarkamiz. Telefon postavka olasizmi yoki zontingmi desam, uka havo osib ketyapti, zonting bering deyishadi. Bo'ldi aka deb buni zontingni ham podarka qilyapmiz. Aka-ukalar, bu nomerdan tashqari tonirovka ruxsatnoma olib bering deyishdi. 2750 ming so'mga amalga oshirib berdik. Va bezagranchen sug'urta 120 ming narxi, lekin bizda 80 ming so'mdan amalga oshirasalaring bo'ladi. Uni akamizga xalq qilib berdik. Aka-ukalar, eng muhim joyi qoldi. 22-maydan boshlab mana shunaqangi 500 nomerlarimizni yana 6 ta savdoga chiqqan. Sizlar ham nima deydi, qiziq bo'lsa aloqaga chiqinglar. Endi juda bunaqa bo'lmasa ham, nima deydi, qo'limizdan kelgancha arzonroq yutib berishga harakat qilamiz. Tanov joylaring sog' bo'lsin aka-ukalar. Nima qilaylik, mana shu 300 ni ham sovg'a beraylikmi akamga? Bo'lsa akamga bo'lsin. Rahmat, sog' bo'linglar, yaxshi kunda ko'rishaylik.